Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida joriy yilning birinchi yarmidagi iqtisodiy natijalar tahlili hamda yil yakuniga qadar barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash chora-tadbirlari muhokamasi yuzasidan video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Mamlakatimizda barcha sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlardan ko'zda tutilgan asosiy maqsad oddiy odamlarning turmush darajasini yaxshilash, ularning talab va istaklarini ro'yobga chiqarish, bandligini ta'minlash va zarur sharoitlar yaratishdan iborat. Shuni alohida qayd etish kerakki, pandemiya davrida yuzaga kelgan inqiroz tufayli dunyo iqtisodiyotida keskin pasayish kuzatilayotganiga qaramasdan, O'zbekistonda aksincha barcha soha va tarmoqlar rivojlanib, o'sish ko'rsatkichlari yil sayin ortib bormoqda. Bunday jarayon albatta xalqimiz taraqqiyotini ta'minlashda har tomonlama puxta o'ylangan va chuqur tahliliy yondashuvlar hayotga izchil tatbiq etilayotganini ko'rsatadi. Hozirgi murakkab vaziyat ta'siriga tushib qolmasdan dadil harakatlar davom etyapti. Joriy yilning o'tgan yarmi ham ulkan o'zgarishlarga boy bo'ldi. Ko'plab zamonaviy yangi quvvatlar ish boshlab, bir-biridan ko'rkam va barcha qulayliklarga ega inshootlar foydalanishga topshirildi. Eng muhimi, aholi uchun yangi ish o'rinlari yaratish bunda ustuvor ahamiyat kasb etdi. Video selektor yig'ilishi avvalida davlatimiz rahbari mamlakatimizda koronavirus pandemiyasi keltirib chiqarayotgan masalalar va ularni samarali hal etish choralariga alohida to'xtalib o'tdi. Dunyoda koronavirusni ko'rib turibsizlar, qanday og'ir oqibatlariga olib kelyapti. Mamlakatimizda ham iyunning ikkinchi yarmida va iyulda kasalliklar soni ancha oshdi. O'rtacha 750-800 tadan oshib ketdi. Va pnevmoniya esa har kuni 450-500 tadan oshayapti. Bu juda katta biz uchun raqam. Shuning uchun har bir korxona rahbarlari ham, viloyat hokimlari ham juda katta e'tibor qaratishi zarur. Bugungi kunda 10 mingga yaqin bemorlar shifoxonalarda, 3 ming nafari esa uy sharoitida davolanayotgan bo'lsa, 2,5 mingtadan ko'proq og'ir, 890 nafarimiz juda og'ir. Har bir mana shu fuqaromizni hayoti bilan biz kurashayapmiz. Lekin o'zlari o'z paytida vaksina qilmaganlar uchun mana og'iri 2,5 mingta, juda og'iri 1000 taga yaqin. Shifokorlar albatta juda katta jonbozlik ko'rsatyapti, lekin shifokorlar aytgan masalalarga e'tibor qilmayapmiz. Kasallikni davolash va uni oldini olish bo'yicha yetarli tajriba orttirdik, ishlar qilyapmiz. Yetarli dori-darmon va tibbiyot jihozlari yetkazib beryapmiz. Chet eldan ham, o'zimizda ham chiqarib, joy-joyga yetkazib boryapmiz. Lekin ming afsus, kamaymayapti bu narsa. Sizlar bilan kelishuvdik, mana shu sharoitda yashashga, ishlashga o'rganishimiz kerak. Yana bir marta men mana shu masala bo'yicha ogoh bo'lishlaringni talab qilaman. Hamma mutasaddi tashkilot rahbarlari, nafaqat hokimlar, rayonda korxona rahbarlari, shaharda korxona rahbarlari, viloyat korxona rahbarlari, respublika vazirlar va korxona rahbarlari o'zlari bosh bo'lib mana shu masalaga juda katta e'tibor berish vaqti keldi. 10 yil davom etadi deyapti. Hozirgi katta tashkilotlar rahbarlari bizga xat kelyapti. Bu bilan yashashga o'rganishimiz kerak. Bu ko'rinmas dushman, juda ko'p aramizda odamlarni yo'qotib qo'yapmiz. Mana o'zlaring guvoh bo'lyapsizlar. Pandemiyadan imkon qadar yo'qotishlarsiz o'tishimiz va keyingi to'lqinlarga yo'l qo'ymaslik uchun 3 ta masalaga e'tibor berishimiz kerak. Birinchidan, virusdan himoyalanish va uni yengishning mana hamma dunyo aytayapti. Bitta shart bor. Va bu muhim shart. Bu yagona vaksinatsiya. Boshqa yo'l yo'q. Vaksinatsiya, yana bir marta vaksinatsiya. O'zbekistonga bugun 13 million dona vaksina yetib kelgan. Hammasi bepul xalqimizga yetkazib beryapmiz. Qanday og'ir bo'lmasin. Qayerga kim bilan gaplashmasak, mana shu vaksina to'g'risida gaplashyapmiz. Hamkorlarimiz bilan, do'stlarimiz bilan, katta davlatlar bilan mana o'zlaring xabarlaring bor. Ommaviy axborot vositalari orqali ochiq-oydin aytayapmiz, qayerdan qancha olib kelyapmiz. Yaqin kunlarda O'zbekistonda ham chiqib boshlaydi. Qaysi turdagi vaksina bilan emlanish bo'yicha alohida tanlash imkoniyati bor. 4 ta vaksina ishlayapti O'zbekistonda hozir. Lekin aholining barcha qatlami ham emlash jarayonlarida faol qatnashmayapti. Ayniqsa Toshkent shahri emlanish zarur bo'lgan aholining 17%, Qashqadaryo 19%, Xorazm 21%, Qoraqalpog'iston 21% yoki mana bitta raqam, kecha kuni bo'lgan voqea. Surxondaryoda 41 ming fuqaro vaksinalandi. Bu yaxshi ko'rsatkich. Andijonda 29 ming, Farg'onada 26 ming aholi emlagan bo'lsa, Sirdaryoda bori yo'g'i 3 ming, Xorazmda 7 ming, Jizzaxda 12,5 ming, Qashqadaryoda 14,5 ming, Toshkent shahrida 16 ming nafar aholi vaksina olgan. Mutlaqo qoniqarsiz. Mana hammalaring xabarlaring bor. Kecha maxsus qonunga imzo qo'ydim. Majbur bo'ldim. Qonun qabul qildik biz.
Ushbu qonun orqali ish beruvchilarga sog'lig'iga ko'ra qarshi ko'rsatma bo'lmagan, lekin profilaktik emlashni rad etgan xodimlarni ish joyiga kiritmaslik huquqi berildi. Yana nima qilish kerak O'zbekiston sharoitida? Qani mana xalqimizga murojaat qilib aytmoqchiman. Qonun ham qabul qildik. Buni eng katta zaminida xalqimizning sog'lig'i yotibdi. Har bir vazir bo'ladimi, boshqa korxona bo'ladimi, hokimlik bo'ladimi, emlamadimi? Doktorlar rad etmaganmi uni emlash mumkin emas degan chora-tadbirlarni? Darrov uni ishga qo'ymash kerak. Qo'ymash kerak ishga. U atrofimizga zararlanishni juda katta muhitini paydo qilyapti. Xavf-xatar paydo qilyapti. Emlashning afzalliklari, keltirilgan vaksina turlari va emlash punktlari to'g'risidagi ma'lumotlarni ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali, shuningdek aholi gavjum joylarda 24 soat davomida targ'ib qilish zarur. Odamlarning sog'lig'i kerak hozir. Mana televizorda ko'ryapsizlar, qanday qiynalyapti odamlar yotgandan keyin. Dori ham ta'sir qilmayapti, o'tkazib kelyapti 10 kun, 15 kun. O'pka yopilyapti 70-80%, biz qutqarib ololmayapmiz. Ikkinchi, eng katta narsa shaxsiy gigiyena va ijtimoiy masofa saqlash talablariga e'tibor qilish, jamoat joylarida tibbiy niqobda yurish kasallikdan eng samarali himoya ekanini hech qaysimiz unutmasimiz kerak. Dunyo tan olgan himoya, yo'q boshqa yo'l. Afsuski odamlarimiz bu talabni unutib esdan chiqarib qo'yganini ham haqiqat. Cheklovlarga qaramasdan joylarda ko'p kishilik to'ylar, turli xil marosimlar to'xtagani yo'q. Shu bilan birga joriy haftadan poligohlarga kirish uchun test imtihonlari boshlanadi. Bu tadbirlarda respublika bo'yicha kuniga 100 mingga yaqin abituriyentlar qatnashadi. Bu juda katta raqam. Uni to'xtatib bo'lmaydi, hayot davom etyapti. Qancha umid bilan ota-onalarimiz qarab turibdi, bobolarimiz qarab turibdi. Men kecha televizorda ko'ryapman, prezident maktablariga bobolari bilan keldi. Enalari bilan keldi. Albatta, men unga qarshiman, lekin noiloj keldi. Lekin maska kiymagan hech qaysi. Duo fotiha qilyapti, maska yo'q. Yoshi ulug'-ku, ertaga kasal bo'lsa qanday qiynalamiz hammamiz. Shuning uchun jamoat joylarida niqob toqish, yana bir marta toqish. Ijtimoiy masofani saqlash, yana bir marta saqlash. Marosimlarda 50 kishilik cheklovlarga, shuningdek test sinovlarida karantin talablariga albatta e'tibor etilishi ustidan qat'iy nazoratni kuchaytirishimiz kerak. Uchinchidan, kasallik yengil kechayotgan va uy sharoitida davolanayotgan bemorlarni o'z boshimchalik bilan palapartish dori vositalaridan iste'mol qilishni oldini olishimiz zarur. Afsuski, bemorlar uy sharoitida noto'g'ri davolanishlari oqibatida og'ir oqibatlar kelib chiqmoqda. 7 kundan keyin davolab bo'lmaydi bu kasallik. Uy sharoitida davolanayotganlar shifoxonaga juda og'ir bo'lib kelyapti. Uy sharoitida davolanayotgan bemorlarni tizimli nazoratini hamda ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda to'g'ri davolanishni targ'ib qilishni davom ettirish kerak. Har kuni yangi takliflar aytish kerak shtabga. Jang ketyapti, ko'rinmas dushman yonimizda yuribdi. Maxsus tibbiyot brigadalari sonini kamida 2 barobarga oshirish, ularni zarur dori vositalari bilan uzluksiz ta'minlash, yana taklif beringlar. Qancha kerak bo'lsa dori vositalar zaxiramiz bor. Dorixonalarda koronavirusga qarshi qo'llanayotgan dori vositalarini narxlarini asossiz oshishi va ularning noqonuniy aylanmasiga chek qo'yishni yana bir marta taklif beringlar. Nima degan gap bu? Odamlar shuncha azob chekyapti, aptekachilar 2-3 barobar, 4 barobar remdesivirni o'zini necha barobar ko'paytirib yuboryapti. Ertadan boshqa har bir vazir, har bir kompaniyaning rahbari shtabga hisobot berasiz. Bu masala bo'yicha kunlik. Agar buni butun el bilan oyoqqa turmasak, shifokorlarni o'zi yeb olmaydi. Hammamiz bu bilan jang qilishimiz kerak. Tajribamiz bor. Video selektor yig'ilishida birinchi yarim yillikda mamlakatimiz yalpi ichki mahsuloti 6,2% ga o'sgani qayd etildi. Bunga asosan sanoat 8,5%, investitsiyalar 5,9% va xizmatlar hajmi 8% ga oshgani hisobiga erishilgan. Inflyatsiya darajasi 10,9% ni tashkil etgan. Shu davrda jami 200 trillion so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan. Bu sohadagi yuqori o'sish sur'atlari kon metallurgiya, to'qimachilik va elektr energiyasi tarmoqlarida Qashqadaryo, Sirdaryo, Jizzax, Namangan viloyatlari va Toshkent shahrida kuzatilgan. Bunga avvalo iqtisodiyotning bir maromda ishlashi hamda tashqi bozorlarda konjunkturaning yaxshilanishi evaziga erishilgan. Iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashda davlat resurslari ham hal qiluvchi omil bo'lmoqda. Yig'ilishda davlatimiz rahbari hududlar va tarmoqlarni rivojlantirish uchun zarur moliyaviy resurslar ajratilgan bo'lsa-da, hali joylarda kutilgan natija bo'lmayotganini ta'kidladi. Maqsad yig'ilishdan har bitta tarmoq rahbari qabul qilgan rejasini yil yakuni bo'yicha 30-40% ga ko'paytiradi. Agar yalpi ishlab chiqarish bajarilmasa, sanoat ishlamasa, tushum bo'lmaydi byudjetga.
Shuning uchun bugun yil oxirigacha hudud va tarmoqlarda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash bo'yicha aniq choralarni belgilab olishimiz zarur. Hududlar va tarmoqlarni rivojlantirish uchun qanchadan qancha moliyaviy resurslar ajratilgan bo'lsa-da, hali joylardagi kutilgan natija ko'rinmayapti. Joylardagi rayon hokimi, katta korxona rahbarlarining dunyoqarashi o'zgargani yo'q. Bo'laverar ekan deydi. Bo'lavermaydi. Yaratib bergan moliyaviy va iqtisodiy sharoitdan hamma hududlar ham bir xilda foydalanmayapti. Hududiy sanoat korxonalarida ishlab chiqarish hajmi ancha pasaygan. Har safar manslarga o'zim majlis o'tkazganimda, boringlar, kabinetda o'tirmanglar, ichiga kiringlar, muammosini hal qilinglar, aylanma mablag' berasizlarmi yoki yerda gaz yetmaydimi, svet yo'qmi? Nima uchun bu bo'layapti? Kim javob beradi bunga? Hisobot davrida mamlakatda jami 53 ming yangi kichik korxonalar, tadbirkorlik subyektlari tashkil etilib, o'tgan yilga nisbatan 14% ga oshgan. Bu yaxshi raqam. Biroq yangi tashkil etilgan korxonalar soni Surxondaryoda 34% ga, Andijonda 32% ga, Sirdaryoda 26% ga, Xorazmda 18% ga kamaygan. Respublikada 14% ga ko'paygan. Lekin Surxondaryoda, Sirdaryoda, Andijonda, Xorazmda kamaygan. Bu degani tizimli ish yo'q. Joriy yilning ikkinchi yarmida hududlarda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 142 trillion so'mga yetkazish lozim. Buning uchun hududlarda driver bo'lgan yirik mahalliy sanoat korxonalarida 60 trillion so'mlik yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarishni ta'minlashimiz zarur. So'nggi 5 yilda qishloq xo'jaligini har tomonlama qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish bo'yicha 30 dan ortiq farmon va qarorlar qabul qilindi. O'tgan yili 101 ming gektar, joriy yil birinchi yarim yilligida esa 190 ming gektar qo'shimcha yer maydonlari o'zlashtirildi. Oxirgi 10 yilda bo'lgan yo'q bunday tajriba. So'nggi 3 yilda qishloq xo'jaligiga 1,5 trillion so'm subsidiya ajratildi. Qishloq xo'jaligini barcha yo'nalishlarda klaster tizimi joriy qilinib, jami 650 ta klaster paydo bo'ldi. Bu hamma sohada. Ularga joriy yilning o'zida 6 trillion so'mdan ziyod kredit berildi. Lekin ko'rilayotgan chora-tadbirlarga qaramay qishloq xo'jaligida ishlab chiqarish prognozga nisbatan past bo'lib, 2018-yil 0,3%, 19-yil 3,1%, 20-yil 3% va joriy yil 6 oyda 1,8% ni tashkil etmoqda. Xususan, joriy yilning birinchi yarmida qishloq xo'jaligida ishlab chiqarish hajmi Qoraqalpog'iston, Buxoro, Qashqadaryo, Samarqand, Xorazm va Toshkent viloyatida o'tgan yilgi darajasida saqlanib qolgan. Bu juda yomon ko'rsatkich. Ayniqsa respublikada dehqonchilik yo'nalishida mahsulot yetishtirish 1,7% ga kamaygani tashvishli hol desak, bu to'g'ri bo'ladi. Chorvachilik va parranda yo'nalishdagi ishlar ham mutlaqo qoniqarsiz. Viloyat hokimlari bir narsani yaxshi tushunib olishlari kerak. Mamlakat aholisi har yili kamida 600 mingdan oshmoqda. Bu katta raqam. Xudoga ming qanday shukr. Lekin oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi o'sayotgan talabni qondira olayaptimi? Shuning uchun ikkinchi yarim yillikda 1,5 million tonna go'sht, 6,5 million tonna sut, 5 milliard dona tuxum, 364 ming tonna baliq, 6 ming tonna jun, 262 ming dona qorako'l, 785 tonna pilla ishlab chiqarishimiz zarur. Hududiy sanoat hajmi Sirdaryo viloyatida 41%, Xorazmda 33%, Namangan va Surxondaryoda 24% o'sgan. Biroq bu ko'rsatkich katta imkoniyatlarga ega Farg'ona viloyatida atiga 1,2% va Toshkent viloyatida 4,6% ni tashkil etgan. Umuman birinchi yarim yillikda 110 ta hududiy sanoat korxonasida o'tgan yilga nisbatan 2,2 trillion so'mlik mahsulotlar kam ishlab chiqarilgan. Investitsiya loyihalarining samaradorligi ham ko'rib chiqildi. Jumladan, hududiy investitsiya dasturlari doirasida birinchi yarim yillikda 5246 ta loyiha amalga oshirilgan. Lekin ularning sanoat o'sishida o'rni sezilmayotgani, bunga mas'ul hokim o'rinbosarlari korxonalar bilan yaqindan ish olib bormayotgani qayd etildi. Yig'ilishda 9 oy va yil yakuni bo'yicha iqtisodiy o'sishni ta'minlash chora-tadbirlari muhokama qilindi. Ikkinchi yarim yillikda yirik tarmoq korxonalarida 86 trillion so'mlik, hududlarda 142 trillion so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilishi bunda muhim omil bo'ladi. Masalan,
Shu davrda to'qimachilikda 15 trillion so'mlikdan ziyod mahsulot tayyorlash va 1 milliard 700 million dollarlik eksport qilish imkoniyati bor. Yoki elektr texnikasi tarmog'ida eksportni 348 million dollar, charm sanoatida 251 million dollarga yetkazish mumkin. Shuningdek, hududlarda driver bo'lgan sohalarni rivojlantirish, kichik va o'rta korxonalarda ishlab chiqarishni kengaytirish zarurligi ta'kidlandi. Bosh vazir o'rinbosarlariga ishga tushirilgan loyihalarni joyiga chiqqan holda batafsil o'rganib, to'liq quvvatda ishlashiga ko'maklashish bo'yicha topshiriq berildi. Ma'lumki, oxirgi 5 yilda qishloq xo'jaligini har tomonlama qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish bo'yicha prezidentning 30 dan ortiq farmon va qarorlari qabul qilindi. Qo'shimcha yer maydonlari foydalanishga kiritilib, imkoniyatlar kengaydi. Soha uchun subsidiyalar ajratildi. Qishloq xo'jaligining barcha yo'nalishlarida klaster tizimi joriy qilinib, ularga joriy yilning o'zida 6 trillion so'mdan ziyod kreditlar berildi. Lekin bu sohada natijadorlik imkoniyatlarga yarasha emasligi, joriy yilning 6 oyda o'sish bor yo'g'i 1.8% ni tashkil etgani ko'rsatib o'tildi. Xususan, qishloq xo'jaligidagi ishlab chiqarish hajmi Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro, Qashqadaryo, Samarqand, Xorazm va Toshkent viloyatlarida o'tgan yilgi darajada saqlanib qolgan. Dehqonchilik yo'nalishida mahsulot yetishtirish kamaygan, chunki hosildorlik o'zgarmayapti. Ayrim mahsulot turlari bo'yicha esa pasayib ketmoqda. Chorvachilik va parrandachilik yo'nalishidagi ishlar ham qoniqarli emasligi qayd etildi. Davlatimiz rahbari aholining oziq-ovqat mahsulotlariga talabi oshib borayotgani, ishlab chiqarish hajmi o'sayotgan talabni qondirishi zarurligini ta'kidladi. Ikkinchi chorakda mahsulot yetishtirish va qayta ishlash hajmini oshirish bo'yicha mutasaddilarga topshiriqlar berildi. Yig'ilishda xizmatlar sohasi tahliliga ham alohida e'tibor qaratildi. Ma'lumki, shu yil 11-may kuni xizmatlar sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida prezident qarori qabul qilingan edi. Bu soha uchun birinchi bosqichda 7 ta tijorat bankiga 1 trillion 575 milliard so'm mablag' ajratildi. Buning hisobidan hududlarda 2400 ta loyihani amalga oshirish boshlandi. Natijada 2020-yilning birinchi yarmiga nisbatan xizmatlar ko'rsatish hajmi 18% dan ko'proq oshdi. Ayniqsa Sirdaryo, Andijon, Buxoro, Xorazm, Surxondaryo, Farg'ona viloyatlari hamda Toshkent shahrida bu boradagi ko'rsatkich yuqori bo'ldi. Yig'ilishda bu boradagi ishlarni davom ettirib, yil yakuniga qadar sohada 415 mingta yangi ish o'rni tashkil etish mumkinligi aytildi. Bo'sh turgan bino va yer maydonlarini tadbirkorlarga berish, o'zini o'zi band qilishni qo'llab-quvvatlash bu borada katta imkoniyat ekani qayd etildi. Transport vazirligiga yangi yo'nalishlar tashkil etib, jamoat transporti yetib bormagan 1113 ta mahallani qamrab olish bo'yicha ko'rsatma berildi. Muhokama qilingan masalalar yuzasidan bosh vazir va uning o'rinbosarlari, iqtisodiyot tarmoqlari rahbarlari, viloyat hokimlari hisobot berdilar. Yarim yil yakuni bo'yicha qaraydigan bo'lsak, iqtisodiy o'sish sur'atlari 6.2% tashkil qilgan bo'lsa, yil yakuni bo'yicha bugun shunaqa topshiriq bo'ldiki, demak bizda hisob-kitoblarimiz va imkoniyatlarimiz, salohiyatimiz agar shu zaxiralarni ishga tushirsak, bemalol 7% gacha chiqish imkoniyatimiz bor. Har bir yo'nalish bo'yicha olib qaraydigan bo'lsak, iqtisodiy o'sish nimani hisobiga erishildi va qaysi yo'nalishlarda bizda kamchiliklar bor, qoloqliklar bor. Yig'ilish kun tartibidagi birinchi masalalardan biri bo'ldi. Aksariyat ishlab chiqarish sohalarida, bu agar sanoat sohasidan boshlaydigan bo'lsak, qayta ishlash sanoati bo'ladimi? Masalan, to'qimachilik sohasi, oziq-ovqat qayta ishlash sohasi bo'ladimi, kimyo sanoatimi, elektrotexnikami, ko'p sohalarda demak o'sish sur'atlari kuzatilayotgan bo'lsa, neft mahsulotlarini ishlab chiqarishda, avtomobilsozlikda demak ma'lum bir qoloqlikka o'sish sur'atlarining sekinlashuviga yo'l qo'yilgan. Mana shu yo'nalishlarda ishimiz tashkil qilishimiz kerak bo'ladi. Inflyatsiya darajasi 10.9 bo'ldi. Ya'ni yil yakuni bo'yicha 10% lik inflyatsiyaga erishish bo'yicha ham tegishli topshiriqlar berib o'tildi. Va bu borada mana shu o'sish va narx barqarorligi nuqtai nazaridan qishloq xo'jaligi sohasi ham batafsil tahlil qilindi-da, yil yakuni bo'yicha qishloq xo'jaligi sohasida o'sish sur'atlarini 2-3 barobar tezlashtirish bo'yicha demak topshiriq bo'ldi. Bu bilan biz ham iqtisodiy o'sishda va shu bilan birga narx-navo barqarorligini ta'minlash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Prezidentimiz huzurlarida bo'lib o'tgan majlisda 6 oy yakunlari uni sarhisob
qilib hamda 9 oy bo'yicha yil yakuni bo'yicha barcha zaxiralarni ishga solish, jumladan kimyo sanoatidagi qo'shimcha mahsulotlarni eksport qilish bo'yicha aniq ko'rsatmalar berildi va 30-40% ga qo'shimcha mahsulot eksport qilish bo'yicha topshiriqlar bo'ldi. Yangi ishlab chiqarishlarni, quvvatlarni ishga tushirilishi, eskilarni modernizatsiya qilish hisobiga agarda birgina Navoiy zavod korxonasini ko'radigan bo'lsak, biz hisob-kitob qildik. 740 ming mo'ljallagan bo'lsak, amakli selitr ishlab chiqarish, yil yakuniga qadar 800 ming tonna ishlab chiqarish. Karbamid mahsulotini to'g'ri foydalangan holda, hozir 100% quvvatdan foydalangan holda 420 ming o'rniga 460 ming, ya'ni 40 ming tonna qo'shimcha mahsulot ishlab chiqarish imkoniyatini beradi. Bu qo'shimcha tovar mahsuloti, bu qo'shimcha eksport. Konjunkturadan to'g'ri foydalangan holda barcha rezervlarni ishga solishimiz kerak. Yilni oxirigacha ko'rsatkichlarni yana 40% ga ko'tarishimiz kerak. Ya'ni bu raqam 1.8 milliard dollarga to'g'ri kelyapti va albatta buni qilish uchun 4 ta yo'nalishni o'zimizdan oldimizga belgilab oldik. Birinchisi GSP+ tizim orqali bizni eksportimizni eng kamida 150 million dollarga ko'paytirishga imkoniyatimiz bo'ladi. Ikkinchi yo'nalishimiz paxtadan tashqari bo'lgan mahsulotlar orqali eng kamida bir 40 million dollar eksport ikkinchi yarim yillikda qo'shish imkoniyatimiz bo'ladi. Uchinchi o'zimizdan oldimizga qo'ygan yo'nalish bu ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarimizni tannarxini kamaytirib, boshqa mahsulotlarga ishlab chiqarishga yo'naltirish va to'rtinchi yo'nalishimiz yangi loyihalarni ishga tushirib, buni evaziga ham yana qo'shimcha 50 million dollar eksport qilishga erishamiz. Prezidentimiz ham aytib o'tdilar, qo'shilgan qiymat solig'ini to'lash haqida. Bu juda katta jarayon, balkim biz hozir shu taklif bilan ham chiqyapmiz, shu mukammallashtirish bo'yicha. Biz o'zimizga shunaqa masala qildikki, bozorda raqobatbardoshligimizni oshirish uchun transport xarajatlarimizni subsidiya qilib berish, evaziga prezidentimiz tomonidan bizani oldimizga qo'ygan masalalarni albatta bajarib, 1064 ta eksportyor korxonasidan har bittasidan gaplashib chiqib, bizning sohamizdan oldiga qo'ygan yuqori marralarga erishish bo'yicha taqdimot o'tkazamiz. Sirdaryo viloyatida ham agarda hisob-kitob qiladigan bo'lsak, joriy yilning birinchi yarim yilligida viloyatda yalpi hududiy mahsulot hajmi 6.7 trillion so'm bo'lib, o'sish sur'ati 112% ga bajarildi. Shuningdek, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish 4.8 trillion so'mga, ya'ni 123% ga bajarilgan bo'lsa, xalq iste'mol mollari 1.8 trillion so'mga, ya'ni 117% ga, qishloq xo'jaligi 3.6 trillion so'mga, ya'ni 106% ga bajarildi. Shu jumladan qurilish ishlari 1.3 trillion so'mga, ya'ni 111% ga, jami xizmatlar 2 trillion so'mga, ya'ni 125% ga bajarildi. Chakana savdo aylanmasi 1.7 trillion so'mni tashkil etib, bu ko'rsatkich ham 106% ko'rsatkichga ega bo'ldi. Biz ko'proq e'tiborni mana shu tadbirkorlikni rivojlantirish, o'rta kichik biznesni qo'llab-quvvatlash va ularni ishlariga ko'proq biz ko'makdosh bo'lib, yordamchi bo'lib amalga oshiradigan bo'lsak, natijalarimiz bundan ham salmoqli bo'ladi. Prezidentimizning ma'ruzalarida bizni 5 ta korxonalarimizda mahsulotni kamaytirganligi to'g'risida alohida kamchilik sifatida e'tiroz bildirdilar. Bu bo'yicha ham alohida hisob-kitobimiz bor. Chunki 5 ta korxonamizni ikkitasi qayta qurish va jihozlash ishlari amalga oshirilyapti. Qolgan 3 ta korxonamizda hozir biz hamma chora-tadbirlarni belgilaganmiz. Bu korxonalarni ham alohida yo'l xaritasini belgilab, bu korxonalarda ham 9 oylikda to'liq imkoniyatidan foydalanish bo'yicha aniq bir reja belgilab olamiz. Aholi jon boshiga sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini ko'paytirish masalalari bo'yicha va yana aholi jon boshiga xalq iste'mol mollarini ishlab chiqarishni 40% ga ko'paytirish bo'yicha alohida bugun topshiriq berdilar. Bu bo'yicha ham alohida chora-tadbir belgilaymiz. Namangan viloyatida ham mana shu joriy yilning 6 oy davomida hududiy sanoat o'tgan yilga nisbatan o'sish sur'ati 116% ni tashkil etdi. Albatta bu mana shu hurmatli prezidentimiz tomonidan so'nggi yillarda amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar natijasi. Chunki Namangan viloyatida yirik korxona bo'lmaganligi uchun hududiy sanoatni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yerda prezidentimiz tomonidan alohida qarorlar qabul qilinib, viloyatda kichik sanoat zonalarini rivojlantirish, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha alohida qarorlar qabul qilinganligi natijasida so'nggi yillarda viloyatda bugungi kungacha 30 dan ortiq yangi kichik sanoat zonalari tashkil etildi va ularning sonini 75 taga yetkazish bo'yicha ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Qolaversa,
xizmat servis sohasidagi loyihalar bu yil yakuni bilan 1404 ta investitsion loyihani ishga tushirishni o'zimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Shuningdek, kichik biznesni rivojlantirish maqsadida 6,5 mingta yangi kichik biznes subyektlarini tashkil etish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Bu ishlarni yakunida esa bugungi tahlil qilingan masala, ya'ni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish ko'rsatkichlarini bajarilishi turibdi va albatta bularni bajarishni barcha imkoniyatlari mavjud. Yana bir masala, qurilish sanoatida ham katta ishlar amalga oshirilmoqda. Misol uchun, joriy yilda davlat dasturlari asosida viloyatda 2 trillion 200 milliard so'mlik qurilish pudrat ishlari amalga oshiriladi. Bu o'tgan yilga nisbatan 4 barobar ko'p. Bu ishlarni amalga oshirish natijasida birinchidan qurilish ishlarini kengaytirish, qolaversa qurilish sanoatini qo'llab-quvvatlashda juda katta ahamiyat kasb etadi.